tushundingiz? Sizning foydangizga, meni zararimga, sizning foydangizga bo'ladi. Qancha tez 3 yilga oldingiz, 3 yilga oldingiz, pul bo'ldida 5 oyda qutildingiz-da, 3 yillik shartnomani bekor qilib, shu 5 oylik boshqadan shartnoma qilamiz. O'sha tan narxini hisoblab, o'shanda narx chiqib keladi. Mashina tanlaysiz, mana 377 turibdi sizda. Bu degani a'lo holatda emas, lekin yaxshi holatda. Mana yaxshi yozib qo'ying. Sizning bahoingizni ana +4 qo'yib beryapti. Yaxshi odam debdi. Shuning uchun xohlagan mashinani tanlaysiz. 1 oylik to'lov bilan hujjatiga xarajat qilasiz, bo'ldi. Boshlanish to'lov to'lamaysiz. Mana shu 300 dan yuqori chiqqanlar hammasi shunday, xudo xolasa. Agar 400 dan yuqori chiqqanda $1 ham to'lamaysiz. Shunday tanlagan mashinangizni men yonimdan xarajat qilib berardim, mana ketaverardingiz. Faqat oyma-oyna to'layverdingiz, bo'ldi. $550 dokumentiga ketadi. Mana общий tushuntirib qo'yapman. O'sha $550 dokumentiga menga to'lamaysiz. O'zingiz uchun to'laysiz. $550 ichida men sug'urta, оформление, доверенность qilib beraman. Masalan, naqd pulga olsangiz ham $500 ketadi. $50 lishni ketyapti sug'urtasi bilan доверенностьga. Naqd pulga hozir mana bitta mashina sotib olsangiz ham, da hujjatingizni o'ziga $500 ketib qoladi. Общий hozir $550 shunda to'lashim kerak. Общий $550 bilan oladigan mashinangiz 1 oylik, mana oylik nech pul chiqsa, masalan, Matiz tanlasangiz $100 chiqsa, 650 to'laysiz. Nexia 2 tanlasangiz $200 chiqsa, $750 to'laysiz. 1 oylik to'lov bilan hujjatiga. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa to'lov qilmaysiz. Agar jinda yetmay qolibdi, agar 400 xatayab 400 chiqqanda ham o'sha pulni ham to'lov qilmasdan, o'sha 5 millionni ham yoningizda olib ketaverardingiz.